Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun biz tashrifimizni Amerika Qo'shma Shtatlarining Atlanta shahridan boshladik. Bu yerda bahor erta kunda keladi. Fevral oylarida deyarli bahor o'sibini yoyadi. Bu yerda bahor bilan birga mana gullab yashnab turgan, hamma yoqda gullar ochilib yotgan bahor mujdasi bilan birga Ramazon shukuhlari ham hukm surmoqda. Bu yerda o'zbeklar kunda iftorliklar qilib bir-birini qadriyatlar bilan mehmon qilmoqda. Biz ham ilk kunlarimizda iftorliklarga taklif qilinib, shunday iftorliklarda o'tkazish bilan davom ettirdik. Mana Ra'noxonlarni uyiga iftorlikka mehmonga keldik. Bu yerga mehmonlar qadam ranjida qilishmoqda. Yaxshi keldingizmi? Sassolab kelib. Iftorda andijonlik mehmonlar bilan tanishdik. Mana ulardan biri Barkamolxon. Xo'joboddan. O'zim Zarafshon shahrida katta bo'lganman, Navoiy viloyati. Shu turmushga chiqqanman. Undan oldin Toshkentda o'qib, ishlab yurganman. Keyin bu yoqqa kelganmiz. Bolalar nechta? Bitta o'g'lim bor. Biz hozir Atlanta shahrida Denisa shaharchasidagi Ra'noxonning uyida iftordamiz. Mehmondamiz mana hammamiz. Ra'noxon, siz o'zi 8da bu yerdagi o'zbeklar bilan qanday marosimlarda uchrashib turishinglar haqida bizga ozgina ma'lumot bersangiz. haqida. Men ham O'zbekistondan bu yerga kelganimga qariyb 20 yil bo'lib qoldi. Biz ham green karta bilan xo'jayinim, ikkita o'g'lim, bitta qizim bilan. Mana biri-biridan go'zal, biri-biridan pazanda, ajoyib qizlarimiz, ajoyib onaxonlar. Ko'pchilik bo'lib yashayapmiz. Juda inoqmiz. Bordi-keldilarimiz bor. Hamma bayramlarda chiroyli qilib o'tkazamiz. Nazoxon, siz Andijonlik deb eshitdim. O'zi 8da ozgina gapiring. E'tirif bermasa, to'g'risi. Medinada endi. Ha, yo'q, biz ham shu. Sizni juda ham tashkilotchi, hamma bayramlarimizni tashkil qiladi deb xursand bo'lib gapirishyapti mana kattalar. Yilda bir marta shu 8-marta qilamiz qizlar bilan. Nimalari, Navro'z mana keyingi hafta hayit qilyapmiz. Qancha bir 200 tacha odam kelaman deyapti-da. 200 tacha odam keladi, xudo xolasa. Keyin elchixonadan ham odamlar keladigan, menimcha. Shunaqa tashkil ishlarda aralashib yuraman. Meni komandalarim mana. Komanda a'zolari. Xudoga shukr, hamma ahil. Mana iftorliklarni ket uzilmadi. Oilangiz haqida ham biroz to'xtab o'tsangiz. Bizmi? Ha, biz ham shu Amerikada, Jorjiyada yashaymiz. Bolalarim, xo'jayinim degandek. O'zimiz shu o'qib, mana shu yerda ishlab yuribmiz. Nima ish qilasiz? Men anaqa korporatsiya налогida ishlayman. Korporatsiya налогida shu 20-25 yildan beri ishlayman. Soham shu. Farzandlar nechta? Farzandlarim 4ta. Men xursand bo'ldim, mana iftorlarda yosh katta demasdan hamma qatnashar ekan. Yo'q, qatnashadi bizda. Bizda har hafta ayollar iftori bitta, erkaklar bitta. Keyin gruppovoy bo'lamiz. Umumiy 160 nechta ham oila bor. Jorjiyada. 160 tacha oila bor. Lekin hammani ish qilib bir-biri bilan ahil, bordi keldimiz yaxshi. Nima deydi? Bayram ketidan bayram, o'tirishlar ketidan o'tirish. Endi o'tirishlarda eng nimasi tashkilotchisi mana yoningizda o'tirgan Ranofa. Tez-tez chaqirib turishadi uylariga. Yaqinda mana Barkamollarga o'tirib keldik. Ish qilib faqat o'tirish turadi. Nargizaxon, siz qiz chiqarish, bu yerda qiz chiqarish osonmi, qiyinmi? Oson yoshab tuyuldi ekan. O'zbekistonga nisbatan olsak qanaqa? Osonroqmi? Oson bu yerda. Mazar berish yo'q. Qizga sepqilish yo'q bu yerda. Endi bu qilasiz-ku bir har holda.
endi Toshkentga o'xshab xonjama qilib bunaqa yo'q, oddiylik. O'zinglardagi oilaga kerakli narsasini olasiz, u yog'iga o'ziga olishadi, xudo xohlasa. o'zinglarga o'xshagan oilaga bergandirsan, o'zbek oilaga. O'zbek oilaga berdik. Kuyovim shu yerda o'qiydi. Shu yerda sovchilik bu yoqda endi o'zbeklar hammasi bir-birini taniydi. Bir-birini solishtirib, maslahat topish. Baribir o'zbekligimiz yo'qolmas ekan. Ramazon shukuhidan Ramazon shukuhi ila qadrdonlar bilan diydorlashdik.